Xo'p do'stlar, hammaga salom. Finlandiyada yangi vakansiya ochildi. Bu vakansiya erkaklar uchun 20 yoshdan 45 yoshgacha bo'lsangiz, bu videoni albatta oxirigacha ko'ring va oyliklar yevroda beriladi. Xo'p do'stlar, bu vakansiyaga o'zingiz topshirishingiz mumkin, ya'ni firmalarga pul bermasdan, aldanmasdan, O'zbekistondagi bo'ladimi yoki chet eldagi bo'ladimi, o'zingiz topshirishingiz mumkin. Faqatgina kerak bo'ladigan narsa sizga CV bilan cover letter. CV cover letterni professional darajada bepulga sizga tayyorlab berishi mumkin. Faqatgina siz mana shu videoga bitta like bosing va albatta kommentariyada o'zingizni fikringizni qoldiring. Yozgan kommentariyingiz eng ko'p like yig'sa, sizga professional darajada CV bilan cover letter tayyorlab beramiz. Xo'p do'stlar, qisqa ogohlantirish. Kimdir sizga rus zabon, rus tilida gapiradigan WhatsAppdan, Telegramdan yozayotgan bo'lsa, men seni Germaniyaga, Angliyaga, Norvegiyaga ishga jo'nataman deb sizdan zagran pasportingiz olsa, ma'lumotlaringizni olsa va 2-3 kunda, bir hafta 10 kunda приглашение sizga, ya'ni ishga taklifnoma jo'natsa Telegram, WhatsAppdan, bilingki shubhali. Chunki Germaniyaga borishda ham, Angliyaga borishda ham, ishga borishda ham o'zini qonun qoidalari, talablari bor. O'shaning uchun ham ogoh bo'linglar. Agar sizda shunaqangi hujjatlar bor bo'lsa va siz hozirda gapirishayotgan bo'lsangiz, ular bilan bizda hujjat tekshirib berish xizmati bor. Agar sizga bu xizmat kerak bo'lsa, mana shu videoni kommentariyasida Telegram lichkam bor. Telegramdan yozsanglar, men sizga hujjatingizni tekshirib beraman. Mana bu yerda QR kod chiqadi, Telegram lichkamni. Demak, videoni boshladik. Do'stlar, bu vakansiya G'arbiy Finlandiyani yirik o'rmon xo'jaliklarida. Xo'p, siz nima qilasiz? O'rmon egalariga amaliy yordam va yog'och bilan ishlash va yog'och savdosi bo'yicha bo'sh vakansiyalar. Bu ish sizga nima beradi? Doimiy ish, kuchli jamoa va Yevropa darajasidagi tajriba. Bu vakansiyaga oylik 2500 yevro atrofida skilllaringizga qarab, ya'ni qobiliyatlaringizga qarab, nima ish qila olasiz o'zi. O'shanga qarab 2500 yevrodan boshlanadi. Diqqat qiling, eng muhim joyi til talabi, fin tili yoki rus tilini mukammal darajada bilishingiz kerak bo'ladi. Do'stlar, bu mutaxassislik ishi. Tajriba bo'lish kerak, diplom bo'lish kerak. Hammasi suhbatda, ish beruvchi bilan intervyuda aniq bo'ladi. Undan oldin esa sizga hozir men qanday qilib mana shu vakansiyaga anketa to'ldirishni o'rgataman. Demak, anketa to'ldirishdan oldin bitta narsa, sizda CV bilan cover letter bo'lish kerak. Rus tili yoki ingliz tilida. Agar sizga CV cover letter kerak bo'lsa, Telegramdan yozing. Telegram linkka albatta kommentariyada bor, tayyorlab berish xizmati bor. Demak, anketa to'ldirishni boshlaymiz. Xo'p do'stlar, bu vakansiyaga topshirish uchun nima qilish kerak? Telegram kanalimda mana shu saytning linkini joylab qo'yganman. Telegram kanalimning linki esa mana shu videoning kommentariyasida bo'ladi. Xullas, o'sha link orqali o'tganinglarda mana shunaqangi stranitsa oyna ochiladi. Bu oyna ochilgandan keyin agar siz kompyuter orqali kirsangiz, mana bu yerdan o'zbek tiliga tarjima qilsanglar bo'ladi. Agar telefon orqali kirsanglar, fin tilida bo'ladi. Demak, oyna ochilgandan keyin ushbu ishga ariza berish degan knopka bor. Mana shuni ustiga bosasizlar va bu yerda yana ham aytaman, bu vakansiya bo'yicha diplom bo'lish kerak. Realni ishlagan bo'lishingiz kerak. O'shandagina topshirishni maslahat beraman. Agar bu soha bo'yicha ishlamagan bo'lsa, diplomingiz bo'lmasa, topshirishni maslahat bermayman. Keyin bu yerda yog'och sotuvchisi bo'lib ishlaganmisan yoki o'rmon xo'jaligida daraxt kesish bo'yicha ishlaganmisan, xohlaganlaringni belgilaysizlar. Ishlagan, nima ish qilganlaringga qarab xullas. Ketdik. Bu yerda videoni serverga yuklash bor. Mana shuni ustiga bossanglar, oldindan tayyorlab qo'ygan videoingizni yuklashingiz mumkin. Ikkinchisini bossangiz, srazi kamera ochiladi va 2 minut davomida o'z haqingizda nima uchun mana shu vakansiyaga topshiryapsiz, mana shu haqida batafsil gapirib berishingiz kerak, fin tili yoki rus tilida. Xo'p, keyingisi ish haqi so'rovi, o'zingizlarni qoniqtirishi mumkin bo'ladigan ishni yozasizlar. Yevroda yozishni maslahat beraman. Keyin joylashuv, ikkita lokatsiyada ish bor deyapti. Ikkalasini ham bosishni maslahat beraman. Agar sizda LinkedIn bo'lsa, mana shu ustiga bosib turib, LinkedIn orqali ham murojaat qilishingiz mumkin. LinkedIn bo'yicha juda ham ko'p vakansiyalar chiqadi. Original vakansiyalar.
nima qilay, mana shu haqida bitta video qilaymi? Albatta kommentariy yozib qoldiring. LinkedIn bu eng zo'r narsa. Mana O'zbekistondagi OLX ga o'xshaydi, lekin OLX dan farqi bor. Butun dunyo ish beruvchilari mana shu yerda. Keyin esa ismni yozasizlar bu yerga. Keyin esa familiya, email pochta, telefon raqam. Albatta buni o'zbekskiy telefon raqam bo'lishi kerak. O'zbekiston +918 necha o'zligini yozasiz. Keyin esa rezyumeni yuklaysizlar. Mana shu ustiga bossanglar, kompyuter orqalimi, telefon orqalimi kirib mana shu faylni tanlashni bossanglar, telefoningiz yoki kompyuteringizda xotirasiga olib o'tadi. Faqat CV mukammal bo'lishi kerak. Ingliz tilidagi CV-ni yuklanglar. Rus tilida bo'lsa, rus tilidagini ham yuklasanglar bo'ladi. Keyingisi muqova xati, cover letter. Cover letter yuklaysizlar. Bu PDF formatda bo'lishi kerak va biriktirilgan xatga nima uchun mana shu vakansiyaga topshiryapsiz va nima uchun mana shu Finlandiyadagi mana shu vakansiyaga o'zingizda kelajakda ko'ryapsiz degan savolga javob bergan ma'noda yozasiz. Xullas o'zingizni maqtab yozsangiz bo'ldi. Keyingisi ikkita bitta ham belgilaysizlar va oxirdagi arizani topshirishni bossanglar, zarlar sochiladi va sizga fin tilida yoki ingliz tilida biz sizning arizangizni qabul qildik. Agar ma'qul kelsangiz bizga, biz albatta sizga aloqaga chiqamiz deydi. Email pochtangizga Finlandiyaning ish beruvchilaridan xat boradi, vakansiyaga topshirildi deb. Xo'p do'stlar, ko'rdingiz, siz o'ylaganchalik qiyin emas ishga topshirish. Ko'proq vakansiyaga topshirish kerak. Va iltimos sizlardan menga Telegram lichkamga o'tib, meni ishga jo'nating, men nomimdan anketa to'ldirib bering demang. Men hech kimni ishga jo'natmayman. Shunaqangi vakansiyalar chiqsa, odamlar firmalarga pul bermasin, katta pul. O'zi ham miyasini ishlatib, o'rganib harakat qilsa bo'ladi degan ma'noda videolar chiqarilyapti. Siz albatta like bosing va obuna bo'ling. Bundan ham ko'proq vakansiyalarni olib chiqishga harakat qilaman do'stlar. Videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, demak chet elga ketish niyatingiz juda ham jiddiy. Bu yo'lda mendan yordam, yopiq Telegram vakansiya kanali bor. Bu kanalda har kuni vakansiyalar joylab boriladi va ularga qanday topshirish bo'yicha telefon orqali o'rgatiladi. Bu vakansiyada faqatgina premium obunachilar uchun. Ya'ni bu pulli kanal. Bir martalik to'lov bor. Umringizni oxirigacha ishga topshirasiz va ishga topshirishni o'rganasiz. Okay? Kimda kim mana shu yopiq vakansiya kanaliga kim qo'shilmoqchi bo'lsa, albatta kommentariyada Telegram lichkam bor, o'tib yozsanglar, vakansiya kanali haqida batafsil ma'lumot beraman va qo'shilishingiz mumkin. Shunaqa savol bo'lishi mumkin. Qo'y, undan ko'ra 1 kilo go'sht olib yey deydigan bo'lsanglar, bu sizning tanlovingiz. Kimdir o'rganib bitta kasbni yoki bitta tilni yoki ishga topshirishni, mutaxassislikni pul to'lab o'rganadi, natijada yaxshiroq ishda ishlab ko'proq pul topadi. Kimdir faqatgina umrining oxirigacha oziq-ovqat g'am bilan o'tib ketadi. Iltimos, qachongacha? Firmaga 2000-3000 dollar pulingiz yo'qmi? O'rganing. O'rgatish albatta har doim sifatli o'rgatish pulli bo'lgan. Vaqt ketadi, vakansiyalar qidirib topiladi. Albatta saytlar fin tilida, ingliz tilida, boshqa tillarda bo'ladi. Uni tarjima qilib vakansiyalarni yopganiga joylab, har bittasini video qilinadi. Va siz bu yopiq vakansiyaga qo'shilganingizdan keyin konsultatsiya tekin. Qanaqa savol bo'lsa men erinmasdan javob beraman. Siz ham og'rinmasdan qanaqa savol bo'lsa yozasiz va men javob beraman. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. CV cover letter kerak bo'lsa, Telegram lichkam kommentariyada, yopiq vakansiya kanaliga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, Telegram lichkam kommentariyada, hujjat tekshirtirmoqchi bo'lsangiz, Telegram lichkam kommentariyada bor. Hammaga rahmat, sizlar bilan Teacher Rasul. Bye, see you, take care, have a nice time. Bye.